Bugun 20 yil yo'qolib ketgan akamiz, Panja akamiz kelyapti. Analizlarni topshirganda hammasini o'shalarni ko'rib chiqib, lichenlarni qilyapmiz hozir. O'zbekistonda kimdir bormi sizda? Hozir nomerini bera olasizmi? Men telefon qilib qaycha Abonentchilaringiz hozir eshitamiz. Taxminini ayta olasiz. Biz siz analizlarni samarasini qarab chiqdik. Topshirgan analizlarni biz hamma joyingizda ishlab chiqdik. musofirchilikda hech kimni ishi medikka tushmasin, hech kimni ishi militsiyaga tushmasin, hech kim xor bo'lmasin. Afsuski, faqat o'zimiznikilar qiladi, begonalar emas. Bu kishini ham 20 yil oldin o'zimizni o'zbeklar sotib ketishgan. Bu juda ham achchiq haqiqat. Yana kimdir shunday qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa yoki pulini ololmagan shunaqa muammolar bo'lsa yordam qilamiz. Muammo yo'q unda. Moskvada nima gap? Navro'zbekka ham kattaga rahmat. Nasim Xoliqga ham kattaga rahmat. Peterda nima gap? Rustam aka, Rustam Rahmonovga ham rahmat. Hammaga rahmat.